kitapning ustidan chiqib ketmadimmi? Yo'q. Ha? Ha, tamam. Kelishni e'lon qilamizlar? Tamam. 14-san, 15-san. 15-san. Tamam. Xatni chiqmaydi ya. Mana samdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Yangi bir qatimliq usti uchuq turmaga aylangan Sharq Turkiston nomli programmamizniki 15-soniga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Qadrli qarindoshlarimiz, bugun studiyamizga ham yana hammalarga ma'lum bo'lgan har qatimliq mehmonimiz bo'lib kelayotgan hurmatli Adil Abdulg'afur akamiz taklif qildi. Qimmatli vaqtini chiqarib kelganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Rahmat. Alloh razı olsun. Qadrli qarindoshlar, biz bugungi suhbatimizda mavzurimiz bo'lsa, ya'ni biz o'tgan soatda o'tgan qatimliq 14-son programmamizda 6-oyning 2-kunida agar xato xotirlagan bo'lsam, Can Çünşen başçılık Abdunum rayonunki, atalmış Abdunum rayonunki reisleri o bu katnaşkan bu yığında Xitay şu atalmış Şinjan'ınki yani dini erkillik, dini itikat erkillik ahvali mavzuluk bir aktaşlık kitabını e'lon qilayotgan kunusida biz suhbat o'tkazdik. Mavzurimiz başka bir mavzu ama şu günü dal shu kuni o'tkazgan vaqtimizda hamda ular shu kitobini, ya'ni atalmış Aqtaşliq kitobini e'lon qilayotgan edim. Biz kelarki suhbatimizda shu kitobdagi mavzular haqida suhbat o'tkazganligimizni sizlarga shu vaqtida degandim. Inshaalloh bugun bu suhbatni o'tkazishga boshlaymiz. Balki bu bir qancha qatimliq programmaga davomlashishi mumkin, bir qancha programmada. Çünkü mavzu biraz uzun. Xitay yana har qatimqidek yana yillardan buyon anglab kelyapsizlar qadrli qarindoshlar. Yani her beşiği chiqib qolsa Xitoyninki shunday atalmış Aqtaşliq kitap nomida bizning vatanda yurgizgan butkul numussizliklarni, barliq inson qalbidan chiqqan barliq siyosatlarni atalmış qonunning ichiga yo'g'ab turib, shunday hujjatlar u bu degandek yog'lama safsatlar bilan özünün kadrlarına, özünün adamlarına bunu keng taqitib bu şekilde elib bardımdı. Bu qatimqimi dal yillardan buyon har yil Ramazonda bo'libmi dini cheklamalar, dini jihatdan eng besimga uchraydigan Xitoyning eng vahshiyligi oshadigan bir oylarda va chet eldagi nurg'ulg'an bu Xitoyninki elib berayotgan narsalarga, zulmlarga qarshi har xil noroziliklar avj elayotgan bir paytda Xitoy bu yil biz nəhayət erkinlikni berib atdıq. Dini erkinlik ahvali zaten Şinjan'da nəhayət yaxşı edib berilib atdı. Hamma adam zaten xalqını yaşayıb atdı. Qanun nəhayət qoğdab atdı degəndək bu səfsətlərini Xitay e'lon qilgan bu nimada jami 7 babga bölüb e'lon qilibdi bu Aqtaşliq kitobini. Birincisi Şinjan'ın din tarixi, yani atalmış Şinjan'daki din tariximiz. Bu nurg'ulg'an belki bugun asosiy to'xtalganimiz bu mavzuda bo'ldi, chunki qanday burmalanganligini biraz ko'rib o'tamiz. Ikkinchisi fuqarolarning diniy e'tiqod erkinligi huquqi kafolatlik qilishmish. Uchinchisi dinga e'tiqod qilgan fuqarolarning normal diniy ehtiyojini qondirish. To'rtinchisi din ishlarini qonun bo'yicha boshqarish. Beshinchisi din ishlaridagi tashqi aloqani kuchaytirish. Altıncı dini asabiylikning oldini olish va uning zarb berish. Yettinchi din sohasining aktiv rolini joriy qildirish va xotim bilan oxirlashgan. Biz bular haqida biraz to'xtalib o'tamiz qadrli qarindoshlar. Qanchalik safsatlar bilan to'lg'anligini inshaalloh ko'rib o'tamiz. Muqaddimasi bilan Xitoy bu yerda nima deb jo'ylagan degan vaqtida Şinjan, ya'ni bizning Sharq Turkiston atalmış bularning tilidagi Şinjan nima qilgan joymish, bizga tariximizni o'rgatib, hatto shu faoliyatdan burunlam Can Çünşen boshchiligidagi hay'at Islom dini institutiga berib bu yerdeki atalmış alimler, atalmış hukukçular, dini rehberler, mullamlar, o bular bilan ko'rishib bizninki ro'za Ramazon eyimizni taqa muborak qildi taqa. Buningga nurg'ulg'an inkaslar bo'lyotdi. Bu Xitoyninki xuddi o'qigan gaplarni anglasanglar xuddi bu Xitoy emas, Can Çünşen emas, boshqa bir alqa bir alim kelib xuddi musulmonlarning Ramazon eyini qutlab bir tabriklayotgandek bu hiylagarlik hamda bir boshdan cheklamalar, bir boshdan elib berilayotgan zulmlar,
Ramazanda elip berilayotgan iflaslıkları, o'quvchilar bo'lsin, ro'za tutqizmasdan har bir oilaga zo'ma-zo imzo qo'yg'izishlar masalan ota-onalarga bolalaringlarni qat'iy shaklda ro'za tutqizmaslik, diniy faoliyatlarga qatnashtirmasdan deb imzo qo'yg'izganligimi mushu Ramazon oyida Xitoyningki imzoliq shakldagi maktablardan ota-onalarga avatgan narsalar bilan hammalar ozdir ko'pdir bundan xabar topdinglar axborotlardan albatta. Bu şekilde davamlaşayotgan bir paytda Xitoy mana shunday razillikini bir boshdan axborot qilib shunday yeyib turib tulkilik qilyapsa, yana bir tarafdan bu yerda nurg'un chet el axborotlarga bu shakldagi kitobni e'lon qilish bilan bu yerda hamma narsa gul-guliston shaklda mengyapti deb e'lon qilib o'rmatdik. Adilkam ham shu mavzu biroz to'xtalib maqsaq, boshda birozlanmish kirishini o'qiyim bu atalmish muqaddimaninki. Deydi-ki bu yerda Şinjan'da yani hazır asatlılardan İslam dini o bu nesi badep gelip Şinjan Cungo'nun garbi şimal yerleşken bu yerda neçe ming yıllardan buyon köp millet o'ltiraqlashgan, köp din teng mavjud bo'lib turgan joy debdi. Bu yerda başlab kirsak. Haqiqatan shunda bizda neçe ming yillardan buyon shunda köp din teng mavjud bo'lib turgan, köp millet yaşagan joymi bu? Allah rahmet olsun sizlarga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآخر للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Qarindaşlarımız internet turalda oltağan hem de biz bilen söhbet elip bermatlar ben bilen. Endi meniki bu söhbetga taklif qilinishimda Sadama meni bu temada mükemmel biludi deb ketmaydi. Men ham mutlaq to'liq mükemmel bilime demayman. Xo'sh. Endi men shu Xitoyga qarshi turlik shu 20-30 yillik o'tgan hayotimda men uchragan mayli men Xitoyning maktabida bo'lsin yoki diniy maktabida bo'lsin 5 yil o'qigan bo'ldim. Arliqda tarixiy materiallarga biroz diqqat qildim, qiziqdim. Muhim deb qaradim. Endi bizningki koni klassik adabiyotlarimizdan Qutadg'ublik turk tillari divoni Zafar nomidan qadar yaqingi zamon qadar endi biz kitoblarni shu Yarkin Saydiya xonadonligining zamonidan keyin shundan boshlab yozilgan tarixiy Aminiya, tarixiy Rashidiya, tarixiy Hamidiya nomli qanday keyin shu qadar bir kitoblarda uchrashgan bo'ldim. Bulab endi yaqinda Abdüşkür Muhammed Emin, Abdurrahim Ötkür qatorliq bazı tarixchilarimiz bazı tarixiy asarlarni yozib qoldirgan bo'ldi. Buning to'liq sayilqi esimda qolmoqlik, ammo men bugungi kunda Xitoyning bu Şinjan'da dini erkinlik nomli aqtashliq kitob deb bir narsani yaqinda e'lon qildi. Buningga ish kelib bo'ldi deyman. Endi 1995 yillarda 2005 yıllarda Xitoy turmada bir kitap e'lon qilgan. Atalmış Şinjan Üniversitesi yani Ürümçidagi oliy maktabninki tarixiy fakultetidan Arshidin deydigan bir adamni ekirib, aşağıda bizga 3000 dek siyosiy mahbuslarga Şinjan tarixi nomli aqtashliq kitap. Aqtashliq kitap Şinjan tarihi dedim yoki Şinjan tarihi aqtashliq kitap dedim bir narsani bir kitapning ismini nomi o'ldirdi qo'yib o bizga bir 2 soat aşağıda tarixdan nutq so'zlagan bo'ldi. Endi men Turg'un Almas Uyg'urlardan kitobini biroz ko'rdim. Bu kitobda shu 88-yilda biroz ko'rgan. Endi keyin bir ko'rish fursatim chiqmadi. Men bildim, men egallagan tarixiy materiallarniki bizning Sharq Turkistondagi tarixda mavjud bo'lib o'tgan din, aqidalar va Turkistondagi millatlar yoki millatlar haqida ma'lum o'ziga loyiq ba'zi bir qarashlarga ega bo'lgan shu ilgariki buyuk ustozlarning, adiblarning yozgan qoldirgan yozmalaridan. Endi yani bir hazır biz Uygurlarda dikkat qilmayotgan bir mesele Xitoy ishg'oliyat yani 1949 yılı Sharq Turkistonni Xitoy ishg'ol qilgandan keyin
edip ve yazgıcı bulup kalem edip ortaya çıkan Uygur edebiyat sahasında ortaya çıkan yazgıcıların ve 49. yıllardan burunki devirlerde ortaya çıkan yazıcıların kitapları biraz okşamaydı. Hem de misal Abdurrahim Ötkür Muşu Uygurlarlık başı Oygangan Zemin namlı muş kitapını 5. aprel şu Komul İnkılabı'ndan başlayıp yazılıp bu kitapını yazıp olup deydi. Kitabının çok kısa ettim Abbağan neşriyatı. Tek iltimas kılgan, neşir kılışkı. Her Abbas oy bombaptı, bu bombaptı, yürü bombaptı, bir bombaptı da. Abdurrahim Ötkür bunun nurgun akide, nurgun ihlas kılıp, nurgun bunun bedel tülep, o yılla başka tür umumi çıllıkını bizden 33. yılda asasen şu Komul İnkılabı'da şu Tümür Halife'nin zamanından başlayıp tam şu Elhan Türk'ün zamanına kadar hem de ikinci katımlık bizden vücut kurulgan Türkistan Cumhuriyetimizde yazmaklık onu durduğun zaman yazıklık anı diyen eseri Hoş. Asasen şu 33. yılda Şarkı Türkistan'da kurulgan Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'ni merkez kılıp ve bu hareketinin başlangıcı 13. yılı ve ahirleşi kadar şu Abdüsabit Damallam Turmu'da Şınıs Seynen Kulu'da 47. yılı öldürülgenge şehit kılıngan kadar yazıldık hem. Demek şu yallıkını Abdurrahim Ötkür şu kadar bedel төлep çıllık ve reallıkını aynen muayyenleştiriş için çok bedel төлeklik çık. Ama Xitay bunu kandak ki bir beşin bilen bunu çok kıskatıp kayıptırıp etkendigi ahir yana. Anda bu Abdurrahim Ötkür bir nopuzluk adam boğaç gibi basmayın dese biraz cemiyetinki bazı inkasından ikat kılıp bunu Xitay bastı. Bunun mu kitaplarının yüzden 60% tarafları biraz tarzı bir siyasi mühim yerlere bunda bayan hareket ütüp ketken bozuk Xitay'dan nokul fikri ve göz üstünde uruş meydanlarında tokunuşkan real mesele çok cık mıdak elitilgen yaki kaldırılgan dep. Demek endi bizden şu tarihi Eminiye, Reşidiye, Hamidiye degan eserlerini köysek şu zamanlarda Yerken Seydiye Handallığının ilgiriki ve keyinki zamanlarda Xitaylı bilen, Tibbetli bilen, Orta Asya'daki başka milletli bilen, andın Babır Şah'ın eserleri de mesela Hindistan'ın fethi kılış devletleri elin bağlan işte şu şerefdeki milletlerden boğan bütün siyasi, iktisadi ve ictimai sodalığı münasebetindeki qaysi derecekeligi bundan emine içinlik yazılgan. Çünkü bu ustazlar 1949 yıldan burunki yazgıcı edip şairlerimizin hemmesi mükemmel fakat dinde, medresede, Kaşgar'ın yaki şu çoğu Orta Asya'daki Bukhara'daki medreselerde yetilgen, Hindistan'da okugan fakat bir ömür dini, akide, ilim, marifet merkezleri yetilgen alımla yazan kitap. Bir ağız gepni hata depselişte şu kadar ihtiyat kılıp mesela Mirza Muhammed Eyder Koregan Tarihi Reşidiye'ni yazışta Tibbet'ki 30 neçe bin kişilik koşun bilen Tibbet'ki şu çaklı cihat yana Tibbet Buddistlerini, Şizan'daki Buddistlerini İslam'a davet kılış için koşun başlayıp verip Keşmir'de boğan şu Lasa'da boğan işlerinin hemmini ey Rabbim yalgan söz iştin saklığın beni yalgan gep kılıştın saklığın dep Allah sevinip durup gayet mühim bir vakalık yazmakçı olsa tarihte işkerken namaz okup hani yazgan tarafları var. Şu anda demek ilgili yazıcılar bu kadar takvalık olan hem kıyam dünya ve ahirette ben bu diginim gibi birbirine cevap vermem bu digen fikirde akide yazgan. Ama komünist işgaliyetinden 1949 yıldan keyinki çıkan yazıcılar mesela Abdurrahim Ötkür, Emin Tursun, Turgun Almas'taki ulu çoğunlarımız biraz bularlık ya. Aynı vaxtda 40. yıllardan burun Moğol İslam'da terbiyelenen adamlar. Bu 40. yıllardan keyin 70. yıllar, 80. yıllarda 95. yıla kadar bular devam sürdü. Bular şu aynı vaxt Xitay işgaliyetinden burunki medresede yetilgen medresenin tesiri de, dinin tesiri de, İslam'ınki sadakatmenlik, teşebbüs tesiri de biraz imanlık akidelik kişiler olgalı için bu mümkün kadar yalgan gep kılıştın naat yüzüne Xitay'ınki kurup dapçısı
orada şair bo'lib, orada yozuvchisi, orada maddahi bo'lib qilishdan o'zini ehtiyot qilib, to'g'ri so'zlashga bo'lib diqqat qilgan. Shu vajidan Abdurahim Ötkür merhum bu eserini 9 qitim yezib, en ahırda Xitoy qabul qilmay, axirib qabul qilganlik nur yani elib etganligi. Shunda kimda 49 yildan burungi keng yozilgan asar, 49 yildan keyin yozilgan asarlarga endi qanday bo'lsin 1933dagi 1944dagi voqealar xalqning ishida bir qilib qolsin, haqiqiy real ahvollar endi biraz bilinmasmi shu yuzaki ahvolimiz bilib qolsin deb shu qadar ko'mildirib yozgan bu asarni. Xo'sh. Anda zaman Zurdin Sabir Abdurahim Ötkür deylik endi bu şu So'ngchunsan inqilobi yani 1907-yili So'ngchunsan inqilobi portlab Xitoy tuproqlarida bizning vatanni 1880da Zuzongtang ishg'ol qilib, Zuzongtang ishg'oliyatidan keyin Qumulni maxsus yana Menching Ching suvalisininki ayrimlik bevosita boshqarish alayli shahar beylik qilib, ubanlik, podshohlik qilib ayrim tutib berib Beijingga qolgan tarafni ashunday bir yerlik feodal tuzumda boshqarib kelgan. Shu 1907-yili So'ngchunsan inqilob ordu Menching hukumatiga qarshi o'rtaga chiqqandan keyin turpaq yig'ilib deydigan bir inqilob bor nimada Qumulda. Böyle tarix kirkitib qoldik. Endi bu tarixni demasak bu gapning ochiqligini bo'lmaydi, muayyanlashtirib bo'lmaydi. Ya turpaq yig'iligi. Zuzongtang ishg'oliyatida Turpanda Qumulda cho'ng bir ko'mir kon olib, bu konninki ko'mirlar shunday qimmatli nayt o'taladigan isil bo'lganligi uchun shu ko'mirni bizning dehqonlarimizga ishkirga to'shig'ini solgan Xitoy. Bence kim ko'mirgan. Ay kalalarga ishik alib atib, ashuni 6 oyda ya 3 oyda Beijing olib borganlik bir tarixi bor. Ve turpaq deydigan bir yigit şu Menchingning davrida Zuzongtang zamonidan tortib shu xonda shu cho'ng temir bozg'onlarda ko'mir cho'qib ishlagan odam axiri bu zulmga chidamay shu yillar ko'mir cho'qgan 5-10 yigit birlashib turmining shu ko'mir xonda bu isyon ko'tarib qarshi chiqdilar. Bu Ayşem Qayim deb bir Qumulliq bir yozuvchi ayol Abdurahim Ötkürning Izrumanidan burun Izrumani 1912-yil temir xilafat qo'zg'olonini markaz qilib yozilib, ana Izrumanidan yana 5 yil burun 1909-yili bu nima o'rtaq chiqildi. Turpaq yig'iligi, ko'mirkan qo'zg'olonlik. Endi shu ko'mirkanda turpaqdan keyin boshlig'ida ko'mirkanni qo'zg'algan bu inqilob shu zamondan oddiy qurollar bilan tayoq to'qmoq bilan boshlanganligi uchun bu yana egilib bostirilib Qumulbog'lar tarafidan 1912-yil tam 5 yildan keyin temir xilafat hujumi yoz orqali bu 5-6 yil yiqilgan bu o'tninki kuchi yana qayta portlab o'taydiganlik demak. Endi şu mezgilde Abdurahim Ötkür endi Ayşem Qayimla şu turpaq yig'illigini, temir xilafat yig'iligi endiki 30 yillik davlat qurilgan bu ishlarni 47-yilgacha Abdusamad Damullahning vafotiga qadar bo'lishini yozilgan. Demak, mushunarsini shunday tafsili yozishga shu qadar nima qildi, ammo demak cheklan demak. Men Abdurahim Ötkürniki ne kadar bundan besimga va uchirganligini demoqchiman men. Şuna biz Türkistan tarixini bilmekçi, Türkistan'da qanday tarihi vakalar ötken, Türkistan'daki siyasi, ictimai ve din, aqide, iqtisadi jihatdagi, etrafdagi her qaysi ellar, Hindlar bilan, Ruslar bilan, Xitoylar bilan, Arablar bilan bo'lgan ijtimoiy savdo aloqa, diplomat munosabatlarda qanday rol o'ynagan, qanday rol olgan O'rta Osiyoda buni biroz yuritmak uchun endi biz haqiqiy reallikni söylememiz lazım. Hozir dedik ya, bu Xitoyning sepsetisi Aqtashli kitobning tarixiy reallikka nazar. Bu tarixiy reallikni o'rtaga olib chiqish uchun buni haqiqiy nazar qilish uchun biz Xitoyning Aqtashli kitobininki haqiqatan to'qilma, haqiqatan bu o'ydirib chiqilgan bir quruq bir narsa ekanligini biz buni ochmoqchi. Buning Aqtashli kitob degan ismning o'zimi endi buni bo'lmasa Xitoy nima Xinjiangning haqiqiy tarixi deb e'lon qilmoqda. Uni e'lon qilolmaydi. O diyalaydi Xitoy uni Xinjiangdagi diniy erkinlik davatgan Xitoy, millionlagan odamni turib tashlayotgan Xitoy, Xinjiangni Turkiston demay Xinjiang deyilgan Xitoy
onu Şinjan'ın hakiki tarihi dizi buladı. Ama müşahidullah Şinjan'ın hakiki tarihi vakalık ya Şinjan'ın hakiki real tarihi bu diyenmey apırıp Şinjan tarihi aktaştık kitap. Şinjan'da dini erkinlik aktaştık kitap. Şinjan'da uçu buçu aktaştık kitap. Mesela ilgili yazgını miladiden burunki 260 yılı Kayseri şurası bizim sulalesi İşkir'de tam sulalesi bir sulalı bugünün yarın saati kovruk için mahkemesi kurgan dedi. Şu çağdaki aktaşlık kitabı da. Bu ne ki Xitay buna yüzünün düşüncesi bir narsanın teş akvaz işim buluş mümkün de bu da düşünüyordu dep aslında bunu taht koyarlar. Ama bu narsanın ki aktaşlık kitap degenin özü la içindeki bütün bayanın hemisi kupkara uydurulgan tokulma, kuruk sepsete tarihi bolgan bütün hıyanet, bütün yalgancılık, bütün kazzaplık, bütün cinayetinin hemen yuşurup bunu içindeki toplap cemilip bizden gubarsız kalbi ak bu yumran evlatlarımızın bunu sunuşunun bunu üretişinin özü tarih kılgan çoğun hıyanet. Bu kitabın özüdürler bu hıyanetinle bitken, cinayetinle bitken kitap ekanligini bir yerden bilerleyimiz endi. Şunun için sizlarga şunu deyman, internet to'ri oldida o'ltirgan bizning bu suhbatimizdan vatanning ichi va sirtida xabar topgan her bir Uyg'ur, ya'ni musulmon bo'lsa, Şinjan yani atalmış Şinjan tarihi degan bu Sharq Turkiston tarixini bizningki ilgiriki sal ilgirlasak Mahmud Qashqi Yusuf Xon Sajibning asarlaridan boshlab yaqingi zamongacha shu Molla Musa Sayramining Nemşehit Ermiya Damollamning asarlariga qadar Abdurrahim Ötkürninki tarixlarini cho'qim mukammal o'qish kerak. Biz mush bugungi misal Turkiyada ko'ryapmiz. Turkiyada Sultan Ahmetga mush ba'zi qadimiy asar atiqil qadimiy rayroq bo'lsak 1000 yillik, 500-600 yillik, 400-500 yillik bo'lgan jamilar yoki davdiraxlar yoki qal'alar havaqlar bor. Sipillar. Xo'sh. Bu nima ish qiladi? Bütün İstanbulda shunday yaqsiya 1 metrga falan pul. Mesela Topkapı'da ya bir yerde nurgun boş yerde turdu. Bir konu taş, bir konu tam, bir konu daraxtning bo'lganligi için. Xitoy bunu bilaylik. Bizning Sharq Turkistonda endi yetgan jamiyimizni biraz xalqaro tanilgan bir Uyg'urning mashhur O'rta Osiyodagi bir cho'ng bir din 1000 yil burun Türk dünyası islom tarqalish markazi bo'lgan bir markazdagi bir madaniyat yaratgan bir shaharniki bir simbol turg'uliq bir chaqanmoqlik bo'lish chaqib o'tdi. Buni medet inqilabida bizning yosh nadan kishilarimizni chiqib jamiyning munozara ag'anchilib tasib yiqitib etgan bular. Hatto ayla taqib etgan jamiyimiz. Xo'sh. Demak, mushunimi Xitoy bo'sh chaqib etkisi var hozir. Endi Sharq Turkistonning azaldan o 4-5 ming yillardan bir asldan bir Türk milletining bir tupriqi bu nuqul bo'lsin. Mesela G'ollar endan keyingi mushu Türk milletleri G'ollarning aleyhiga bugun Türk ve Türkler Uyg'urlar 5-4 yildan beri qaysi dinga e'tiqod qilib kelgan bo'lsa, qaysi hokimiyatlar bu davrda Türklarniki on imperiyalizm eliniki Qarxonlar dedik, yaqinga kelgan Seydiya xandonlik dedik. Bu tarixdagi xaqanlarimizning yoki biz e'tiqod qilgan dinninki, meni Budda dini bo'lsin, islom dini bo'lsin, qaysi hokimiyat, qaysi din aqidaga e'tiqod qilgan bo'lsak, shuningki yoldan asar atiqlari, manbalari, men yozma, ma'naviy, moddiy madaniyat asar qilgan bo'lsa, Xitoy buni buzish qilgan, buni yo'qotish qilib o'rnib keldi. Ta bugunga qadar. Hatto kon daraxtni 100 yil, 50 yil burunki üstlep şu kadar gülligen kon daraxtni qanday tübü rudik öydürümüz, tübünü eritimiz, qanday konunu qarıştırımız, yol tüzleyimiz, yaretleyimiz degende qo'rqib bahana sebeplerden bu judni öğren qilib keldi. Tamam. Şunun için Aktaşlık kitap meyli 95 yılı Xitoy ilan qilgan Şinjan tarihi namlı Aktaşlık kitap bo'lsin. O kitabın içindeki qanday miladiydan burun 200-300 yıl burun qaysi bir sulala, uçu bu sulalalar atalmış Xitoy hakimiyetleri, beglikleri bizningki Sharq Turkistonning bugürde qo'riq mahkamasi ta'sis qilgan deganda qo'riq sepsetlar bo'lsin. Yoki bugungi atalmış
Şinjan'da dini erkinlik namlı Aktaşlık kitap namlı kuruq sepsetleri olsun. Bu neslige işin özü çok azgınlık. Biz bunu bir düşman. Ben Baldırcık programında ötüp kettim mi? Tarihini bilmezlik, dadısını bilmezlik. Bunu hiç kim inkar kılamaydıgan nersi bunu. Tarihini bilmezlik, Allah Teala bizi baka dedik Kur'an-ı Kerim'de bunu cık ötüp kettik. Kabıldan başlanılan tarihin bugünkü kadar birisi icabi, birisi selbi olap, birisi hidayetinin, birisi zalaletinin, birisi hakkın, birisi batılının simli olap, poyuz de bu tarih şu kadar kilikli. Kur'an-ı Kerim'deki mu'minun, kafirun diyen sözlerim muştan özü. Hem de bugünkünde biz her kanda bir Uygur, bir Müslüman, onun iman var, ben de gurur var, ben de vicdan var, ben erkek deydiken Türkistan tarihiga Xitayning deginicha atalmış talaqiyatim e'lon qilib talaqiyatim e'lon qilib uni e'tibori qolmagan quruq sepsete kazzoblik bilan to'qib chiqqan quruq sepsetlarga ishonmay bizning men yuqorida aytgandek bizningki o'qish kerak. Shu tarix Hamid, tarixi Rashid, tarixi Aminiya degandek, Zafarnomi degandek, undan keyin shu Sharq Turkiston tarixi deb jiq asarlar yozildi. 30-yillarda men Buğra'nınki zamanında Müşedemma Türkiye'de olsun vatancık eserlerini yazgan oldu. Abdurrahim Ötkür yazgan oldu. Zürdün Sabır yazgan oldu. Bu eserlerini burada okup çıkış gerek. Demek ki Xitayning atalmış bu Aktaşlık kitap namlı bu sepsetlerine işlenmesi gerek. Eğer bununla Xitayning bir yalnız gibini düşmanının yani Allah'ın inkar kıldırgan bir dinsiz, bir tecavüzcü, bir müşriklik gibini Resulullah mümkün de işledim kardeşinin özü bu imandaki çok muhtarlık. Yani şunun için Xitayninki Uygur'un 5000 yıllık tarihi degen şu bizdeki 50-yillarda burun bir yazığımız oldugan. Yani oylasak bizim yazık azak özgergen bolsa mı? Biz Osmanlı'dan Türkiye'de Osmanlı yazdıkken deb koyalım, Türklik okupap. Bizning Qozaqning, Qirg'izning, O'zbekning, Turkmenning, bu Anadolu'dagi bu Türklerning, Uygurlarning yazığı bundan 50 yil burun o'xshash bir yazıqdi. Rusning va Xitoyninki bu yerda Türkiye'nin, Avrupa'nın ta'siriga uchrashidan Türkiye'nin yazığı bu kadar o'zgarib, bizning biraz saqlanib qilganlik hamda O'rta Osiyoda Qozoq, Qirg'izning, aynan Rusninki Slavyan yazıını qabul qilib ketaylik. Xo'sh. Bu endi azal tarixga, reallikka do'stning ve düşmanning normal ve normalsiz bo'lgan muomalasini sal o'ylab tushunsak, tabii. Biz bu xiyonatlarni, bu jinoyatlarni tunib yetalaymiz. Shuning uchun mening oxir yana deydigan gapim shu tarix haqida har qanday Uyg'ur bu tarixni Xitoy deb bergancha atalmış Aktaş nomli kitoblarninki ishiga bakmaslik kerak. Endi Xitoyning bu yerda bizlar sizlar degan temadan biroz gap olib ketib qoldi bu yerda. Müşahid bir narsa qustiraymi shu siz degan gapni? Başta bir gap bor, Şinjanning din tarihi degan bir gap bor. Siz 3 tema deganmi? Şinjanning biz din tarihi to'xtalmadik. Bu endi bu din haqida endi bu biz ilgirgi programmada tafsilotlar uzun gap tafsil. Uzun gap. Biz endi degan so'zning o'zilam zaten. O'zilam buni qaradiya berishimiz kerak. Yani özünüz bir okugan kişi ya xuddi bu normal bu Aktaşlık kitabını okugan insan normalde eğer de başlangıç seviyesi bolsam da okup beşini mukaddemesini okumaydan bunu acaba 5 yaşlık balığa yoki 3 yaşlık balığa yazganmıdı bu kitabını deb kaldı insan. Çünkü meğerde mesela 5'i andaq şekilde bir vasıta zaten özünü inkar kılgan şekilde sizler bir münç gap kıldı bu vakti. Onun kendi bu Şinjan'da bu tarihten ben şu Yeni Cumhur kuruluştan burun yani atalmış bu Xitay'ninki 49 yıl kurulgan bu cumhuriyetten burun nahayet dinlerin işi münasebeti dinler oturup münasebeti pek nahayet mürekkepti. Dinler arasında hatta bir din işçide mesela İslam dini işçideki mezhepler oturusunda yıllarga suzulgan uruş ötkendeydi. Bir-birisler uruş bende ötkendeydi. Onun kendinde dedi ki 10 yıllar sonra uruş olgan deydi şu mezhepler oturusunda. Bu cemiyetki iğir buzgunçluk sağan, halkı iğir balaya yapıp epkelgen 49. yılı Yeni Cumhur kurulgandan keyin Şinjan'daki her millet halkı resmi dini itikadi erkinlik hukukuga erişti diye ama. Bana bu çok kazzaplık. Bu dünyada hem de 50 yaştan yukarı 40 yaştan yukarı adamın
agar aqli bo'lsa, bir savasiz bo'lsa-mu, bundan 30 yil burun, bundan 35 yil burun ko'rgan kunni his qila olsa, Xitoyning bu yolg'onchiligidan biladi. 1900 mesela bu arlıkta xiyonat var. Xitoy yangi atalmış yangi Jungus qurilgandan beri Jungoda atalmış dini erkinlik, nait ilişkiler edem deylik. Adette 60. yıldan tatip 78. yılgacha secde qilgan adam. Qonaq namazı. Medeniyet inqilabı nima deysan? Medeniyet inqilabida Qur'onni ko'ydirilib, camilerimiz çekilib, bizningki Mahmud Hasan Mevlidek, Abdülhakim Muhammed Mahsum Acimdek, yani nurgun alimlerimiz turg'unida hayat o'tib ketaylik yoki o'ltirilib ketaylik. Bugungi kun kadar bir din, bir musulmon la ilaha illalloh deganligi uchun men Qur'on va hadisga men itoat qilaman, ishonaman, Alloh va payg'ambarga itoat qilaman, men bir musulmon alhamdulillah deganligi uchun bu kunni ko'raylik Xitoyning qo'lida. Xo'sh. Bu yilgi qip-qizil, o alıraq mı yakın emas, qip-qizil qarni aqning qar degandek bir gap bor. Biz atalmış erkinlik degan o, erkinlik degan dilin qanday e'tiqod qilsa, qanchalik namoz o'qisa, qachon o'qisa, qanday e'tiqod qilsa, Qur'onni qanday o'rgansa, hech kim to'sib qola olmaydi, xalqingni qil degan narsa bu degan. Dini erkinlik degan narsa. Apirib hamda bir heptiga chiqib qolgan odamni falan kesib hozir turmuq tashlab olsa, bugunmi o vaqtida dini materialning hech qanday qolmagan. Adeti bizning uyda bir Qur'onni chiqib ko'ydirib, dadamni bog'lab qo'yib, chiq o'g'illigidek bir tarixni o'tgan programmada o'tib ketdim. Xitoyning yolg'on gapi. Bu yerda buni endi Xitoydan emas. Bu odatda Zozongdan 1884 Turkistonni ishg'ol qilgandan keyin Qashqarga besib kelib, Qashqarning şu Qashqarning büyük cho'ng qozisiga biz 70 ming qo'shin boshlab keldim. 70 ming qo'shinga 70 ming dona Uyg'ur qizlardan birisi deb besim qildiq. Qashqarning shoq ulamalar buni inkor qilgan, buni undaq qilsak bo'lmaydi, sen kafir, sen dinsiz, biz musulmon qiz emasak bo'lmaydi degancha uni aytgan oldida uni shahid qildiq. Aytgan jamini 6 ay 6 aymi 3 yil bir rivoyat taqaqliq Zozongdan. Taqab aytgan jaminin ben Noveş tarafta cami qilish Noveş o'ng tarafda bir ko'cha bor. Noveş deydigan. Noveş'te bir başlangıç mektep var. O mektepni şu çağda butxona qilib ketgan şu Zozongdan. Aşı heykaga kirmay mayanga chirsa deb. Mecbur jaminin taqab butxonani aytganing biqiniga butxona sayliqliq. Zozongdan zamanında. Endi hozir gerçi o derecede kılması mı? Fakat Xitoyning o'zi bir but, bizning nadan kişilerimiz onun ibadet kıldığın bir dereceye verip gitti. Xitoy bu qip-qiz yolg'on gap bu. Şuna men bu narsani bilish uchun Xitoyning quruq gapiga qaramay, bizning xalqimiz, tarixchilarimiz bu tarix qiziqadigan emas, çünkü mutlaq qiziqishi kerak. Tarix qiziqmaymi deyishi cho'ng xatolik. Har qanday odamning men tarix bilan qo'sham yo'q. Ben tarix qiziqmayman degan gap xato gap. Endi bu qiziqmaymiz, jutlarga tendirib usulni qiziqmaymiz bu bo'ladi. Bu qiziqmaslik bu, yesat qilmaslik. Ma'lum kim o'zining onasi. Qaysi kim ashundan qiziqmaydi? Har qanday qo'shiqtoq odammi qo'yda ishib qolsa, saltirmayman deb. Saltirib ashqaligini biladi qo'shiqning bu. Bu nonga bu ashqa qiziqmasa, bu so'q qiziqmasa inson o'ladiganligini biladi. Tarixga qiziqmasa, tarixdan ayrılgan millatning cho'qim bugungidek xarzabul bulup ahiri düşmanın qo'lida nabız bulup o'ladiganligini bizning millatimiz bunu tushunib yetmaylik. Şuna tarix qarasak Xitoyning bu kadar zo'ravonligini biz bilib yetamiz. Hem şunun için bu yerdagi bu Şinjan'da atalmış köp din birlikte mevcut bo'lib turgan ve bazı dinler o'zaro uzun mezgil mezhepler urushi ve to'qinish yuz bergan debdi. Buni Abba Xo'janinki keyingi Abba Xo'janing devridan keyin aqtaqliq, qartaqliqlar bo'lib biraz yakan bilan Qashqarligida ba'zi mutaassib bid'atchi so'pmat azg'un so'plarning o'rtasida bu yilgi siyosetdan, tavhiddan, tarixdan bexabar bu radikal odamlar siyosiy sahnaga chiqib edib so'pzoyitlik bilan biraz millatni qalayimqon qilib etgan. Musha ba'zi bir tragediyalar bor bizdan o'tgan. Shuni Xitoy ko'rsatishi mumkin bu yerda. Yani şunu destek qilib chiqib hamda
kichkina bir yig'i bo'ladi, har qanday kamchilik bo'ladi. Moshin deb bunday qilish mumkin. Ammo Sharq Turkistondagi din tarixi bu Sharq Turkistonda Şinjanning din tarixi deb yozibdi ma'noda. Biz o Turkistondagi dinning tarixi, yani buni biz yani bu ko'pinchimizga ma'lum. Bu bizning buyuk davlat atamiz Sultan Bug'roxonniki islomni qabul qilib Qarxonlarniki 840-yili milodiy 840 Qarxonlar qurilib 960-yili islomning resmiy jakalanib bu mush asrniki 5 yillam shu 1-mingyilning oxiri 2-mingyilning 5 yilda Qashqarda islom o'rtaga qo'yilib, davlat ordu ishidan da'vat qilinib, u partiyalar kengayib, xalqqa shunday majburlashma emas. Shunday aqlliq. Masalan, shu zamonda yashagan shu Mahmud Qashqari, Yusuf Xon Sajibdek shunday bilim odamlar ya iniqdan adam shu zamonda yashagan. Demak, Budda dinning naqadar bu qadar bir azg'un bir din ekanligini, islomning Qur'on bilan, hadis bilan, payg'ambar bilan bu qadar yo'rg'an bir nijotlik, bir yo'riq, bir tonul ekanligini bilgandan keyin bizning ajdodlar buni qabul qilgan. Biz buni islomning tarixini biz Sultan Bug'roxondan boshlasak, biz buddizm tariximizni biz Kuchada Qizilmo'y deb bir tog'ning o'nkirlik asar atiq manbalari bor. Kumarajiva deydigan bir kishimiz bor bizning tarixda. Kumarajivani Uyg'ur buddizm tarixidagi Uyg'ur buddizmning buyuk avliyosi yoki payg'ambarga o'xshash manda cho'ng bilib tarixda qaydlar va Mao Abdushukur Muhammad Eminninki Uyg'ur tarix, Uyg'ur falsafa tarixi, Uyg'ur Tashkibir degandek bir asarlari bor. Buni ko'rsak bu voqealar nurg'un. Endi biz bu Turkistondagi mavjudlik etgan dinlar haqida biz shu islomdan burungi buddizm hayotimizdan biroz so'zlamay bo'lmaydi. Yani uni madiylash, uni bir faxrlash emas, aslida Allah saqlasin. Biz Xitoy bizga bu millat mandaq dinlar e'tiqod qilgan. Allah bizni islom bilan sharaflantirdi. Bu Turkistonda mandaq dinlar va atalmish Xitoy tili bo'yicha Şinjan'da ko'p din biroq mavjud bo'lib turgan, u din, bu din. Yana nima qilmayman shu Qaraxoniylarningki islomni qabul qilgandan keyin 9-asrning oxiridan 10-asrning boshlarigacha islom dini Şinjanning janubiga kirgan dedim. Bu yerda deb kitib desa Qaraxonlar xalqi islom dinini qabul qilgandan keyin 10-asrning 30'ları Budda diniga qilgan Udun xalq bilan 40 necha yil din urush qilgan dedi. 11-asrning boshida Udun xalq gumron bo'lib islom dini buran majburiy tarqatilgan debdi. Nima? Islom dinini majburiy tarqatgan dedi Qaraxoniylar. Ayda qilib Xotan bilan Uyg'ur xalq Qashqar xalq o'rtasida fitna solib bizni bo'lmoqchi Xitoy. Bilgan kunda Xotanning xaridoshlari buni nima deydi? Bu g'ururlik bilan faxrlandi ular. Bu islomga Alloh musharraf qilganligi uchun. Shunga biz bu Şinjan'ın din tarihi köp millet beraber oturaklaşkan rayon ve köp din birlik mevcut bulup şekillengen degendeki mandak kuruk sepsetsizge biz bununla çokum buradaki programlarda tarihi menbelik buna kattık buna 2 pul kılıp etimiz bunun reddiye birimiz inşallah. Biraz vakti olsa diyeceğimiz yana bu Şinjan'ın din tarihi bu tarihini Muşi atalmış Türkistan'daki sahiptir olgan. Mesela belki ben Türk kitaplarını köyden Türk tarihi degendek ya ki Türkistan tarafı degendek Türk eserler var ki. Biz bunu öyünün kaçan senin kaldığı öyde nimin boğalıqını öyde nimin vaqanın boğalıqını öyde sahiptir zorayımız. Ya da demişler uyan o iş bu iş depes o bulmaydı. Hiç kim itap qilmaydi. Shuningdek bizning dinga biz qanday e'tiqod qilgan, qaysi dinga e'tiqod qilgan, qanday diniy asar atiqlar, madaniyatlar bo'lgan bu tuproqda islom dinini qachon qabul qildik? Islomning ta'siri bizga qancha zaman, qanchalik singib biz bugunga yetib keldik? Buni biz o'zimiz Xitoydan nechasi obdan bilamiz. Shunga bizning xalqimiz hozir biroz nadan, dindan, tarixdan, ilmdan mahrum qoldirib, ya'ni bilimsiz nadan qoldirishdek bir rezil batıl siyaset asılı başqurayotganligi uchun xalq Xitoy nima deb bersa shunaqa ishni qilib oladi. Bular bu yetilayotgan yosh o'smir farzandlarimiz. Tamam. Bunga inshaalloh qattiq raddiya bersak bo'lmaydi. Qitiniq saatda davomlashtiraylik.
Yani vaktimiz yana qisqab qoldi. Albatta bu bir qancha qitim davom qildi. Rahmat sizga, Alloh razı olsun. İnşallah kelar qitim davomlashtiradi. Rahmat. Hurmatli televideniyo'lar, shuna qilib bu qatimqi suhbatimiz mishada oxirlashdi. İnşallah yangi bir qatimliq suhbatda buning davomini davomlashtiramiz. Sizlarni Janobi Alloh subhanahu va taolo topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.